Akalar, Qirg'iziston Shvedda birinchi sorti bo'ladi, bilasizlar, Bishkekniki. Shunaqa buqadan kim boqqisi kelyapti? Xudo xolasa mana yaxshi kun, yakshanba kuni akalar, dam olish kuni miyalarni dam oltiradigan buqalar keldi akalar. Bu qaranglar. Ulardan tushib qolgan ekan sirg'asi bo'yniga ham taqib. Mana mollarni qaranglar. Bormi zo'rini baqaman degan. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa asakali arzonchidan akalar 2 partiya mollar bor. Buyog'i suv tekin narxlarda. Videoda shoshilmaymiz, oxirigacha ko'ramiz. Narxi, sifati, mollar ma'qul kelsa, bittadan mehnatimizga layklar bosinglar. Bu mollar qaranglar. Ichida bitta savol qo'yamiz, bema'ni mol bo'lsa, orqasi puch yoki bir hali Bishkekniki emas deydigan mol bo'lsa, yozib ketaverasizlar kommentariyaga. Xo'p. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum Muhiddin kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorvasevar akalar, ukalar. Hurmatli obunachilar, Andijon viloyati Asaka tumani Fayzobod hududiga yaqin joyda asakalik arzonchi, ya'ni Zuhriddin akalar yangi partiya mollar bor. Mana haligi oshing halol bo'lsa deganda, buni ham sirg'asi bo'ynilarida. Shunaqangi yaxshi buqalar kelgan. Minutini ham o'tkazib yormanglar videoda. Narxni bilasizlar bu yerda. Har qachon rekord darajada iloji boricha pastroq narxda qo'yilyapti. Bugun ham xudo xolasa shunaqa narxlarda buqalar chiqadi. Mana ko'rib turganlar, har bittasiga bittadan e'tibor beringlar, oyoq qo'liga e'tibor beringlar akalar. Screenshot qilib tashlashinglar, onlayn savdolar bor. Bugun 29-bo'ldimi, 28 bo'ldimi? 28-sentyabr bo'pti. Hafta kuniga akalar yakshanba bo'pti. Dam olayotgan bo'lsangiz, keling mana. Mol zo'rlar kelib qolgan paytda. Assalomu alaykum. Qaytyapsiz, mollar qo'shilib. Assalomu alaykum. Muhiddin aka mikrofon berasiz? Umringizda birov medal taqmagan, bizda taqladi lekin. Mana medal aka. Assalomu alaykum hamma obunachilarga. Dam olish kuninglar maroqli va mazmunli va barakali, dollarli bo'lsin. Pechatda so'mli bo'lsin. Kamida mana shunaqa buqalar bilan ko'rishib yursin. Ha, xudo xolasa uylarda shunaqa buqalar to'lsin. Bu nima deyapti? O'rnaga. Xudo xolasa mollarimiz bugun yengil, Muhiddin. Yengil. Akalar, liboyni ko'rsataman, bu qaranglar. O'rnaga qachon tushdi bular aka? Bular kecha tushgan, Muhiddin. Kecha. Soni nechta bulardi? Soni bu yerda 27 dona. To'smay pol. Shu bitta qizil kichkina partiyadan allashib qolibdi lekin. Bu nargilardan-a? Sotilgan partiyaniki edi u. Bu sotilmaydi? Yo'q. Mana qarang, mana uni. Aka, like bosmasa bo'lmasa kerak. Ana joniga. O'rnaga Aka, like bosmasa bo'lmasa kerak emas bu qayga. bitta like bosib yuboringlar. Muhiddinning mehnatlaridan Alloh rozi bo'lsin. Muhiddin bor, el bor, xalq bor. Xudo xolasa. Biz bor. Hammamiz bormiz aka, inshaalloh. Hammamiz bor. Allohga behisob shukr. Bu qaranglar. Shunchalaylik mana musofirda yurgan akalarimiz ham narx-navoda nima bo'layotganini hamma yoqdan xabari bo'lib turibdi-da akalarim. Kecha nima edi, bugun nima, ertaga nima bo'lyapti? Hamma yoqda bilib ko'rib turibsizlar mana. Xudo xolasa. Bugun menda 16,5 milliondan mol chiqishini ham bilib turibsizlar. Ha? Eng balati 20 millionligini ham bilasizlar akalar. Mana xudo xolasa Muhiddinning sharofati bilan. Ashuna qilib Hammasini bir joyga 17,5 milliondan berib yuborishimni ham biladi-da shu orqali. Yo'q-a? Ha. Siz bilan biz bo'lmasak qadam biladi endi Muhiddin. Tushunaveradi. Ha, mana Muhiddin bor, hazil huzullar qilib turibmiz mana videolarga chiqib. Haddimiz sig'adi obunachilarga aka. Ashida haddimiz sig'adi. Jichose ham kayfiyat ulashaylik deymiz-da, qo'ldan kelgancha Muhiddin. Faqat haligi mol sotib yuravermaylik. To'g'ri. Yakshanba tempul hamma hali miya Ana dam oladigan kuni to'ppa-to'g'ri. Bundan nech bosh dedingiz? 28 bosh aka. 28 bosh. 28. Bu yerda o'zi standart aka, mana 1.5 desak, kichkina mol mashimi? Eng kichiklardan bittasi. Ha, ashimollar aka, kichkina. Mashi bo'lsa 1.5, 1.10 atrofiga mo'ljallab kelaveradi. Ha. Jonivor. Aka. Mollar emas, akasiga, hali cho'ponni. Xudo xolasa Chitkavaydasini o'g'irlab kelingan variant shekilli. shekilli. Videoda qanaqa ko'rinyapti-yu mollar qarang. Qarang aka. Lekin mollar xudo xolasa yaxshi. Changda zo'r ko'rinadi-yu. Ha, tem bo'lib bizni fermada aka. Ha. Buni qaranglar. Angus gibridi ham bor ekan. Angusi ham bor mana bitta. Ha. O. Mayaqqa.
Keldi. Voy jonivor, bu ham yirik ekan. Bu qaranglar, semental, semenshinni. Mo'lo kichkintoyda qarang aka. Nima deyapti bu? Xudo xohlasa Yoraman ketaman deyapti-yu. bitta bu. Buni aka, narxi nech puldan deyishdi kerak yo'q endi. Yo'q, narxini aytamiz. Yana aytamizmi? 16,5 milliondan xuddi Hop, 16,5 milliondan. hop, Bir jup mol chiqarib beramiz. boshlanishiga. 17,5 milliondan 2 jup mol chiqarib beramiz. Hop, Balatini bir jup tanlashib olsin 20 milliondan bu xuddi. eng qimmat. Bir donasi 22 million. Uni ham aytib o'tiraman. Bir jup tanlab olsin 20 milliondan tanlab olsin. Bir jup bo'lsa bo'ldi, 20 Bir jup bo'lsa 20 milliondan tushadi. Nimaga deganda bitta molni 20 millionga berib turib dastavka deymiz-u, vodiy bo'ylab. Aha. Bitta molni dastavka qilib olib borib bersak bo'lmaydi. Mana, misol uchun mono molni hani 22 million narx aytamiz-da bu Mashinga, xuddi. Chami bor, ha. Endi O'ziga. buni bo'yiga boshqa emas, zicha sifatiga. Aka, molni qarang. Katta mollarimizdan shu endi, to'g'risida. Lekin shunga bitta sherik qilib olsa, 20 milliondan ketaveradi xuddi. Mana misol aka, haligi o shahliga mana yoqda qarab turadi-yu, temirda oldagi mol mashakalar, uni birinchi hozir ko'rsatgan molim. Oling 20 million so'mdan 40 million so'mga aka. Ha, 20 milliondan 40 millionga ketaveradi. Mashina hech pul mana to'qol. Mashina ham jak. Mashinalar ham xuddi shuni ichida-da endi, bir 4-5 ta shunaqasi bor. Misol uchun kimgadir narigi molga ulgurmasa, mana shu mol bilan shu ikkovini sherik qilib oladi 20 milliondan. O ichida bo'y balatlari bormi xuddi? Aka bu narsani sezdingizmi? Mashina oldi. Ha, Chiqqandan beri aka yeyman deyaptimi? faqat yeyman deyapti. Endi bu mollarchi Qirg'izistonning mollari manaqa quruq somon. Biz olib kelib silos beramiz-da, to'g'risi. Aha. Quruq somonni yaxshi yeydi xuddi bular. Yeb ichishi yaxshi mollardi. Oh. O mollarga qarang aka. Aç o'rtani suringlarchi. Xuddi endi Ha. hali ba'zi bir akalarimiz Qirg'iziston yopiq-u. Qirg'iziston bunday bo'lyapti-da xuddi. Hop. Hali Qirg'iziston eshiklarini bizga karraytirib ochib bermayapti. Aha. Qo'ldan kelgancha qisilib yurib chiryapti bular. Bunday qilib aytaymi sizga? Mhm. Shunaqa holat. Hali постоянно ochilib turgan yo'q. Lekin kelib tekshirishib olardi. Bu mollarni o'zi ko'rgan odam, mol taniydigan odam bitada biladi. Hali bilmagan akalarimiz kecha har xil so'roq savol bo'lyapti, uka. Qirg'izistonning molini haqiqiysimi deyapti. Originalimi deb? Ha. Yo'q, lekin mollarni hammasini eni, qulog'idagi birkasi hamma yo'g'ini kelib tekshirishib olaveradi. Mana. Mol endi aka, rostdan aka, sorti o'ta go'zal. Ammo rostdan ham yaxshi endi. Haligi bu yilgi sezonga yaxshi-da. Chunki hali oldingidaqa kirib bormayapti-yu muhitni. To'g'ri. Bo'lib ham mol, o'zi bishkaydi moli arzon emas. Endi olib o'tilayotgan manovi $350, buni ustiga mingandan keyin bishkaydi moli aka qimmat olib ketadi. Mhm. Ko'pchilik endi harakat qilib, misol uchun imkon qadar olib kelinyapti-da endi shuni. Barakasini bersin. Akalarimiz olib kelish beryapti deb gapiraylik. Inshaalloh. Ha, Qo'ldan qo'ldan kelgancha. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ikkov bir egiz oldi aka, qarang. Bir egizga. Aka Nech bo'ldi ikkoviga ikkovi? aka 20 milliondan kami bormi xuddi? 20 ga 19 qilaylikmi kichikroqga? 19 ga 19 ham qilaveramiz xuddi. Dindan. Kami bor. Ha, Akalar egizga 19 ga 19, 30. kami bor. Bir jup olishsa xuddi. Deyarli ne mollarga e'tibor berayotganmiz, shoqi bor ham. Shoq kalta asosan to'qolga tortgan mollar. Ha, shunaqa. Bilyapsizmi? Lekin manaqa anguslari ham bor ichida. Angus ikkita- smeshinlashganmi ikkitami, deyman-da. Yo'q, smeshinlashmagan bu yerda haligi o'zimizning angus rossiyskiylar ham bor xuddi. Aha. Endi buni aytib qo'yaylik, bir ikkita uchta shunaqa anguslarimiz ham bor. Mhm. Shu Qirg'izistonning mollariga parkeb qoldi. Bu yerda ishlarimiz 17,5 million, 18 million, shuni atrofida xuddi. Balat 20 million deyapmiz-ku. Mhm. Misol uchun kelgan akalarimizga 18 million, mana misol uchun mana mollar 18 millionlik mollar. Endi kelib jitcha sifatini qadrlab olsin mollarni xudo xolasa. Lekin hammasini bir joyga qiziqib, misol olishib oladigan bo'lsa, xuddi 17,5 milliondan hammasini bir joyga beramiz. Ketaveradi. Hali oldi qochdi gap qilmaylik, maqsad sotish, bilasiz. Endi optimum sotamiz. Donalab ham imkon qadar hammaga sotib yetkazish harakatini qilamiz. Bo'laveradi. Aka, eshikni ochganingizda o'tkazib yuborardingda. Bo'ldi. Mana zo'r ketyapti-da.
Bu qarang. Bitta screenshot bo'lib. 1 minut sabr qilasizlar, mollar, bolalar haydaydi olsizlardi. Mana. Ketdi aka. Yuringlar endi. Mana anguscha ketdi. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga rossiyskiy mollar bor. Ular chiqaram. Mana yugurishdi qaranglar. Ketdi. Zo'r a? Zo'r asha qadriga yetganlardan layklar bosib qo'yinglar. Mana jonivorlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, keyingi partiyani ko'rsataylik, ma'lumotini beramiz sizlarga. Mana jonivorlar. Akalarimiz, navbatdagi buqalarimiz mana Semental, Greenford va Smashingli bo'lgan buqalar, kalmiklari bor ichida. Va xolasa nasl boqaman, naslli mol boqaman degan akalarimizga mol bular. Bular ham soni ko'p emas, xudo xolasa narxi go'zal chiqadi. 15 boshmi xuddi yengil. 15 bosh. Ha. Narxini eshitib yiqilib tushadigan qilib qo'yamiz. Ha? Maqsad sotish. Ha. Xirmonni tagi manaqa bo'ladi-da, xuddi. Mana jonivorlar. Mana akalar. Kalmigidan, Sementalidan. Aka, bularni bugun joy bo'shatishga qilamiz deyapsiz. Xuddi, ha, sotamiz bularni. Xudo xolasa. Shu 15 boshini bir joyga olganga xuddi. Hop, ketdi. 17,5 million, 18 million ham demayman. Hop, nech pul deymiz? 17 milliondan hammasini bir joyga beraman xuddi. 17 dan bo'lsa bir joyga ketdi. Hammasini beraman shu 15 tani. Maşallah. Ko'rsating. Ichida bir pachag'i kichigi yo'q. Hop. Shu oxirida endi xuddi. 17 dan? Ha. 17 milliondan 16,5 milliondan bu yerdan ham 4 ta mol qilib beraman. 16,5 dan boshlanadi. Ha, o'zi balat 20 millionlik mol ham bor. Hop. Lekin bir joyga olgan odam maza qilsin, bitta ikkita kelib olsa ham yo'lida qilib sotaman. Unda nech pul tanlab olsin? Tanlab olsa 18, 18,5, 17,5, Hop. 17, 16,5. Shuna qilib sotamiz buni. Akalar, patsos mol yo'q. Patsosdan Nima bo'lsa chiqqan bo'ldi. bular, akalar. Patsosdan chiqqan bu mollar. Eng kichigi ham akalar bir 6 oylik bo'lsa kerak. Ashtaqa. To'g'rimi aka? Xudo xolasa hammasi olib bahsa baraka topadigan mollar endi. Xudo xolasa. Akalar, narx ko'ryapsizlar, ha? 1 oy oldin, 1,5 oy oldin qanaqa bo'lgan? Hozir akalar, rasa buqoladigan sezon. Uy yana yopilib bo'lgan chegaralar, yopilib bo'lgan. 3 kun sinashib olsin xuddi. Behijolat, ha? Behijolat. Mol yemasa, ichmasa, gangir, ko'r, cho'laq bo'lsa, mana bemalol aloqaga chiqaverasiz. Lekin emlatkilarini qilib qo'ydik, polni hamma mollarimizni emlab qo'yganmiz xuddi. Behijolat aka. Behijolat. Akalar bemalol, xudo xolasa savdosini qilasizlar, ketaveradi. 17 Soni o'zi milliondan 15 dona, 17 milliondan hammasi bir joyga. Bitta oladiganga 20 millionlik mol ham bor. Maydasidan deganga 16,5 milliondan ham mol bor xuddi. 4 ta deyapsiz, ha? 4 ta qilib beraman. Mendan nima ketdi? Sizdan buqa ketadi xolos aka. Ha, shu. Faqat sotamiz buni, to'xtatish yo'q. Xudo xolasa yangi mollar kelib qolsa inshaalloh yana ham yangidan yangi videolar bilan chiqamiz-da. Bo'laveradi. Bugunga mana shu mollar. Bugunga mana shu mollar akalarim. Akalar, Kelinglar, olinglar yengil. Bu xudo xolasa gibrid mollar, yana aytamiz, hashaki mollar emas. Mana muhuddan ko'rsating. lekin hashaki molni pulidan yengil. Ha, hashaki mollar emas, hammasi xudo xolasa boqsa bo'ladigan. Buni hali rangiga e'tibor beradigan emas. Bu mollarni qarang, hammasi xudo xolasa oyoq qo'li cho'ziq bo'ladigan narsalar. Akalar, olib baraka topadigan mol mana shu bo'ladi o'zi aslida. Shuda, xirmonni tagi shuna bo'ladi endi. Arzon sotish shuna bo'lsa kerak menimcha xuddi. Arzon qivor, bundan ham arzonchi bo'lib ketdi degan aka-akalarim mana akalar. Haq baho bersin aka. Ha, xudo xolasa mana arzonchi bo'lishga harakat. Harakat. Qo'ldan kelgancha. Menimcha yaqinlashyapsiz aka. Mana qaytaraylik. Mana. Uyga kiramiz aka. Tapas qiling. Mana. Mana jonivor. Ana. Bular syomkaga to'ymayapti. Ha? Ketaman. Mana o'sha to'yganlari. Ha. To'yganlari. Hali sotilmaguncha syomkaga chiqaveramiz degan mollar ekanda Qachon bular. mana shu mollarni sotasan, keyin syomkaga chiqmay qo'yadi. Ha. Akalar, aka.
Kelaverasizlar, xudo xolasa uzoq yaqindan keladiganlarga lokasiya tashlab beriladi. Akalar laykni bosib, kommentariyada chiroyli so'zlarni yozinglar. Maza qilaylik, O'qib maza kayfiyatlar qilaylik. ko'tariladi. Ha. Bizdan yaxshilik qoladi bu dunyoda. Odamlar o'lib ketyapti, muhitdan Ey, polvon. yaxshilik qoladi. Qochib tur. Mana eshik yo'qligiga tepadan o'tdi yaxshi. Ha. Yaxshi oldi lekin. Qani? Ertaman uyqudan hali nima qilishga yo'qda. Qani ha. Hurmatli obunachilar, rahmat hammaga o'tkazgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Layklarni bosib, kommentariyada fikrlar bo'lsa qoldiramiz. Akalar, arzonchi degan joyi mana shu bo'lsa bittadan otangga rahmat, onangga rahmat deylar. O'qiydi, hammani kommentariyasini o'qiydi. Ha, O'qib o'qiyman. maza qilsin. Ha, qo'ldan kelgancha. Xudo Bu xolasa. yerda toza sort bor demayapman. Ha. Xuddi bu yerda gibrid mollar bor deyapman, ha. Yana joy bo'shatishga bo'lyapti Ha. aka. Lekin xudo xolasa yaxshi mollar olib bahsa go'sht qiladigan mollar. Xudo xolasa aka. Gap yo'q. Hammaga rahmat, bizni kuzatayotgan. Bizni jinni ketdi ijodimizni kuzatayotgan aka-ukalar, qadrdonlar, hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa. Kuninglar barakali o'tsin. Aka rahmat sizga ham bor bo'ling.